Fitna fasad to'g'risida. Abdukerim O'zbekning Hozir radiosidan o'zlashtirildi. O'zlashtirguchi Almas Hoji. Fitna haqida so'zlash vaqti keldi. Chunki fitna ko'payib, go'yo havoga aylanmoqda. Fitna havosidan xohlamaganlarmi nafas olmoqda, nafas ilishga majbur bo'lmoqda. Shunlashqa fitna havosi o'pkalarni to'ldirmoqda. Fitna tutab yenib, o'tqa, gulxonga aylandi. Fitna gulxonlari atrofni qapsib oldi. Bu o'tda ko'zlarimiz, so'zlarimiz, amallarimiz, tanlarimiz kuyib, chigirdak bo'lmoqda. Dunyo fitna o'tlari ichida qoldi. Hammamiz g'aflat ichida turibmiz. Xo'sh, undaq bo'lsa, fitna o'zi asli nima? Fitna so'zining lug'at ma'nosi qo'zg'atmoq, bizavitda qilmoqdir. Ya'ni Uyg'ur tilining izohlik lug'atida fitna g'arazli holda birovni qarlash uchun o'ydirib chiqarilgan yolg'on so'z, to'kmat deb izohlangan. Fitna fasad, yolg'on yovadaq so'z, ig'vo deyilgan. Suvlar tiniq, tinch, salqin bir ko'lni tasavvur qilayli. Tuyuqsiz bir quyun paydo bo'lib, ko'lning o'ttirsiga berib, suvni qo'zg'ab chayqashga boshlaydi. Quyun ko'ldagi tiniq suvni qo'zg'ab, fontanga aylantirib, ko'l qahridagi barcha narsalarni suvning yuziga qonqitib chiqirdi. Aynakka o'xshash tiniq suv laylashidi, ko'l yuzi xiralashidi. Ko'l ostiga nima cho'kkan bo'lsa, hammasi yuqori o'rlab ko'zga chiliqidi. Bu xunuk ko'rinish kishini parishon qildi, ko'ngilga vahima tushidi. Demakki, quyun fitna bo'lib, tinch va tiniq ko'lni larziga selib qo'chib etadi. Jamiyatma shuningga o'xshash. Fitna orqali uni qo'zg'ash, ham qo'chish va sarosimiga selish mumkin. Inson qalbi qadimdan idishga qiyos qilinib keldi. Go'yo idish suyuqlik bilan to'lgan, ammo u idish taktida g'azab, nafrat, xirs, kibr, shahvat, g'ayvat, to'kmat, haqorat kabi illatlar cho'kib yotadi. Agar fitna qilinsa, idish chayqilib, ichidagi cho'kmalarning hammasi tashqariga tashidi. Tilidagi to'kmatlar, haqoratlar, zaharxandiliklar tosh kabi uchidi. Ko'zlardan g'azab chaqmoqlar chaqnaydi. Xiris va shahvatdan tanlar titraydi. Fitna orqali har qanday jamiyatni, har qanday insonni qahru g'azabga, qursu shahvatga salmoq, muovizatni buzib, hayotni izdan chiqarmoq mumkin. Buning uchun faqat fitna termoq kifoyadir. Dayliq xalq uzun yillardan buyon bir qadriyatni muqaddas bilib keldi. Bu qadriyatning nomi erlik g'ururi deyiladi. Erkaklar g'ururini jon qadar biladi. Fitnachi o'rtaga chiqmaydi, biroq chetda turib, bu qadriyatni yerga uradi. Jamiyat shaltoqlari bilan chayqilib, erlik g'ururini yer bilan yakson qiladi. Ba'zi insonlar vaqti kelmagan behojat masalalarni ko'tarib chiqadi, tinimsiz holda bu masala ustida gap yo'rg'iltib, tinish turgan idishga tayoq tiqib qo'chishga boshlaydi. Odamlarni qo'zg'aydi, bu harakatini haqparvarlik, muhim masalalarga ko'ngil bo'lganlik deb nomlaydi. Bu jamiyatning fitnaga selishi hisoblanadi. Buning kasofatidan odamlar bir-biriga hujumga o'tadi. Tafriqchilik boshlanib, to'plam parchalandi. Odamlarni fitnaga selishmi oson. Buningda bir insonga u yoqtirmagan yoki u xohlamagan mavzuda gap boshlanadi. Uning bu haqdagi fikrlariga tez muloyiza baholab berilib, g'azabi va nafrati qo'zg'alish uchun sharoit yaratiladi. Yoki insonning shahvati qo'zg'alib, aqli xiralashmak uchun Alloh oshkorlashni harom qilgan badan qismlari ko'z-ko'z qilindi. Odamlar shu tariqada fitnaga yo'g'ilib qoladi. Fitna orqali odamlarni bir-biriga qarama-qarshi qilmoq to'limi oson. Ikkisining orasiga bir chiqimchi tushsala yetarlik. Ikkisining gaplarini o'zgartib, bir-biriga yetkazsala kifoya. Shuning bilan ular bir-biriga dushmanlashib qoladi. Bugungi kunda jamiyatni fitnalashtirish xeyli qulay ishga aylanib qoldi. İnternet yoki ijtimoiy aloqa vositalari orqali odamlar odatlangan so'zlarning qarshisidagi so'zlarni o'ttirg'i tashlasa yoki biror masalaning pasib tarafini ko'ptirib ko'rsatsa fitna qo'zg'aladi.
Pitnichi avamning bearam bo'lishini, huzur halovatini yo'qotishini, hissiyotga berilishini tomosha qiladi va ko'zlagan g'ayri maqsadlarini ishga oshirishni qulaylashtiradi. Pitnaning oqibati qanday bo'ladi? Pitna oqibatida insonlar orasida ishonch va do'stlik ko'tariladi. Ilohiy qonunlarga qusur yetadi. İnsanlar yüzsüz bo'lib, ish, jidal majra, urush, qon to'kish bilan yakunlanishi yoki davom etishi mumkin. Fitna odamlardagi aqliy va jismoniy quvvatni kesib, ularni zaiflikka yetaklaydi. Fitnadan maqsad nima? Fitna qasdan yoki noqasdan qilingan qilmishdir. Qasdan fitna qildigan inson raqibining zaiflashishiga manfaatdor bo'ladi. Fitnachi fitna orqali odamlar o'ttirsig'i bo'lgunchilik silib, ularni boshqarishni xohlaydi. Ulardan o'z maqsad, planlari uchun foydalanishni maqsad qiladi. Fitnachi insonlarni haqdan chalg'itishga urinadi. Odamlarning diqqat e'tiborini umuman e'tiborsiz bo'lgan o'ydirma va safsatadan iborat bo'lgan sun'iy ishlarga qaratishga urinadi. Avam bu ish bilan fitnalashsa, fitnachining qozoni qaynab ketadi. Fitna insonni zaiflashtirdi, ko'z nurini ojizlashtirdi, quvvatdan mahrum qiladi. Fitna qilg'uchi islom jamoatiga mansub hisoblanmaydi. Musulmonlar orasida isloh qilish va ularni birlashtirish o'rniga ularning o'ttirsig'i ixtilof soladigan ishlarga avor bo'lmoqdan, bo'linmak, bayroqlarni ko'tarmakdan saqlanmoq lozim. Ba'zida inson o'zi bilib bilmay fitnaga aylanish ehtimolligi bor. O'ylanmay aytilgan gap, xato qo'yilgan qadam, noto'g'ri qilingan ish katta fitnalarni uyg'otishi mumkin. Hazrati Umar raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan fitna ishiga deb ta'riflangan. Ya'ni fitnani xuddi ishga o'xshash to'sib turg'uchi degan ma'noda. Umar raziyallohu anhuning taqvosi, shiddati, o'tkir aql parosati fitna va fitnachini noiti tez farq etadi va fitnachiga shafqatsiz jazo qo'llanadi. Fitna masalasida 3 turli holat bor. Birinchi holat fitnani bilish, ya'ni uningga aldanganligini, haq bilan botilni farq etmak. Buning uchun insonda saf aqida, cho'nqur ilm va taqvo bo'lishi lozim. Bu mumkinlikdir. Ikkinchi holat fitnani pash qilish, boshqalarni fitnadan ogohlantirish. Bu ish uchun inson yuqoridagi sifatlar bilan birga tajribalik, ehtiyotkor, ya'ni 7 o'lchab bir kesadigan bo'lmoq shart. Bu olimlikdir. Uchinchi holat fitnaga barham berish, fitnachini jazolash. Buning uchun yuqorida sanalgan fazilatlar bilan birga adolatchi, qat'iyatchil, kuchlik rahbar bo'lishi lozim. Bu 3 holatning biri kam bo'lsa, fitnaga taqobil turish imkonsiz. Fitna va fitnachilar ko'paysa, odamlar gangrab qilishi, yo'lini topolmay, fitnaga aralashib ketishi xatariga duch kelishi mumkin. Bundaq ahvolda o'zini fitnadan qutqizib elish oldingi muhim masalaga aylanadi. Alloh taolo Baqara surasida fitna o'limdan qattiqdir, fitna odam o'ltirishdan cho'ngroq gunohdir deb ta'kidlagan. Demak, fitna qotillikdan cho'ng gunoh va jinoyatdir. Shunga fitnaxo'rga beriladigan jazo qotilga beriladigan jazodan og'irroq, dahshatlik bo'ladi. Chunki qotil jazolangandan keyin ish tugaydi. Fitnada bo'lsa, undaq emas. Fitnaxo'r jazolangandan keyinmi fitnaning ta'siri tugamaydi. Fitna davomli kengaydi. Nasldan naslga o'tish insonlarni haq dindan, to'g'ri yo'ldan chiqarishga, baxtsiz yashashga sababchi bo'ladi. Fitna insonning bu dunyoligigimi emas, balki oxiratdagimi tahdid hisoblanadi. Bugungi kunda fitna termoq to'limi oson bo'lib qoldi. Xuddi kichik bolalardek fitnaga uchimiz. So'zlayotgan so'zlarimizning ahamiyatini tushunmagan holda vaysaymiz. Qilayotgan harakatlarimiz hech kimni qiziqtirmasmi, harakatlanib o'zimizni fitnaga uryapmiz. Chunki ibodatlarda xushxut yo'q. Halol bilan haromning farqiga yetmaymiz. Ilmimiz yo'qligi yoki kamligiga qaramay, nafs havodan kelib chiqib masalalarga baho beramiz.
fitnelerden saqlanmaq uchun tinimsiz holda Allohga istig'for etmoq, ibodatlarni astoydil mukammal bejirmak, nafsini doim tekshirib turmoq lozim. Her sözdə ehtiyat qılın, anlığanlıyki gəpki işenməng, aldırab qarar berməng, adamlar avar boluvatqan işlarning arqısida birər aldamçılıq yoki birər ziyanning bo'lishi mümkünligi esingizdan chiqmasin. Fitna bizgila emas, naslimizgimi tehdit salmasligi uchun Allohga yalvurgan holda o'zimizni fitna o'tlaridan ehtiyot qilishga majburmiz. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: Yaqin arada fitneler boludu. Aşçaqda o'ltirib olgan adam ör turgandan yaxshiroqdir. O'rnida jim turgan adam mengvatgan adamdan yaxshiroqdir. Piyoda yurgan adam tez yurgan odamdan yaxshiroqdir. Kim ashu fitnelarga e'tibor bersa, fitna shuni o'ziga tortib ketadi. Kim fitnadan panohlanishga joy topa olsa, shu joyda o'zini himoya qilsin. Buxoro va Muslim rivoyati. Allah'ım imanımızı müstehkemligin, fitne otlardan bizni qoğdigin, arımızı fitnexorlardan xali qılgın, qalbimizni muhabbet ve adaletge toldur. Eğer sen bizni asırmısan, fitne otuda kuyup halak bolimiz. Rabbim, özün bizge nicatlık ata qılgın. Fitnelerden hemmimizni salamet saqlığın.